Siz ishonmaysiz, lekin bu shaxta ham emas, zavod ham emas. Bu yerda odamlar uylarni yerdan qurishadi. Indoneziyaning ayrim hududlarida odamlar g'isht yoki tayyor materiallarga pul sarflamaydilar. Ular to'g'ridan-to'g'ri tog'larga chiqib, ohak toshni qirqishadi va uni mukammal to'g'ri to'rtburchak shaklida kesib olishadi. Har bir bo'lak bir xil o'lchamda va juda aniq chiqadi. Keyin ular bu bloklarni uyga olib kelib, o'z qo'llari bilan devor qilib terishadi. Hech qanday texnikasiz, qo'l bilan og'ir mehnat qilishadi. Lekin natijaga qarang. Uylar mustahkam, issiq ham, sovuq ham saqlaydi. 100 yillab turishi mumkin. Har bir tosh blok odamlarning sabr va mehnatining mahsuli. Shu bois bu uylar nafaqat chiroyli, balki hurmatga arziydi. Ular ko'rsatib beryapti. Katta ish qilish uchun katta pul shart emas. Asosiysi sabr, mehnat va ishonch. Endi savol, agar sizga tanlash imkoniyati berilsa, zamonaviy uymi yoki shunday qo'l mehnati bilan qurilgan tabiiy uyda yasharmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.